Endi kollagenga keladigan bo'lsak, qizlar kollagen yoshlik eliksiri bilasizlar. Bizning yosh, chiroyli sochlarimiz qalin, terlarimiz tiniq, tirnoqlarimiz baquvvat bo'lishi uchun обязательно kollagen kerak. Mana shu tirnog'im qaranglar, mana 2 hafta bo'lgan manikyur qildirganim. O'sganini ko'ryapsizlarmi? Mana xuddiki bir 1,5 oydan bir manikyurga bormagandek bo'lib o'sib ketadi. Tirnoqlarim baquvvatga sinmaydi ham. Mana shunaqa manikyurlaringlarni bir haftada o'stirib, dabdalasini chiqaradigan mahsulot mana shu bo'ladi. Mayli, tirnoqlarim qalin, sochlarim qalin, yuzlarim tiniq yaltirab turishiga sababchi bo'ladigan mahsulot hisoblanadi. Bu yerda kollagenni 3 tasi birda, trinitchalarimiz bor. 3 ta kollagen, bitta kollagenni ichida hisoblanadi. Bu degani tovuq, baliq, mol kollageni aynan shu kollagenni ichida. Mana ko'ryapsizlarmi? 3 vida kollageni, 3 xil ko'rinishdagi kollagen. Mana говяжий, куриный, морской kollagen bo'ladi. Uni ichida 7 tipdagi kollagen ham bor. Bu degani